alaykum akalar. Nexia 3 mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamiz konditsioner xizmatlarimizni qilib berdik. Kompressor motorchilari ishlamay qolgan ekan. Utechga qo'yib, ularni remont qilib berdik. Undan keyin freonlarni zapravka qilib berdik. Ko'rishinglar mumkin. Rezultat -7 salkam. Lekin bunaqa bo'lmaslik kerak. Buni biz qilmaganmiz. Buni hozir video davomida ayblarni ko'rsatib beramiz. Ayblarni topdik akalar. Datchiklarini ochib, gradus datchiklarini simlarni premye qilib qo'yishgan. Shuni hisobiga o'chmasdan ishlagan konditsionerimiz. Endi sekin orqaga qarab tashlaydi bu. O'z zavodskoy 6-7 gradus bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar, pastda nomerlar qoldiramiz.